Yana bir tavsiya etmoqchi bo'lgan mahsulotim antiperspirant dezodorantlarimiz. La Crema seriyasi sut proteini bor. Bu yalpizligi, bodomligi, bu novinkasi, zaytunligi. Hammasi artikuli bor, chiqarilgan muddati bor va halol sertifikatiga ega yozilgan. Nimaga tavsiya etaman? Yalpizligi aynan klimaks bo'lgan ayollarimiz, opa-singillarimizga juda ham ma'qul kelyapti. O'sha ortiqcha terlashni va o'sha terga tushishni davolayapti. Va bular ancha barakali. Olganingizdan keyin 3 oydan 6 oygacha sizga yetadi. Terida shirali, bilchilash holati bo'lmaydi. Terimiz mayin qoladi. Kiyimda iz qoldirmaydi. Kiyimiz top-toza bo'ladi. Terlatmaydi va ter hidi kiymaydi. Hammaga tavsiya etaman. Hozirda sotuvda 33 ming so'm. Pulingiz yoningizda qoladi. 3 oydan 6 oygacha sizga yetadigan bo'lsa, bir oyingizga 11 ming so'mlik antiperspirant olgan hisoblanasiz.